Ijtimoiy tarmoqlarda Payg'ambarimiz alayhissalom davrida mazhab degan narsa bo'lmagan. Abu Hanifaga ergashish degan buyruq yo'q. Mazhabga ergashish bid'at degan gap so'zlar tarqamoqda. Bu gaplar qanchalik asosli? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Amma ba'd. Albatta bunday so'zlarni ijtimoiy tarmoqlarda uchrashi, odamlarning fikrlarini chalg'itishi haqiqatda bor gap. Aynan bugungi kunda shu holatda odamlarimiz, xususan mo'min musulmonlar yoshlarni chalg'itayotganligi insonni tashvishga soladi. Bu barchasi hammasi hissiyot bilan ish tutish, shoshma-shosharlik, din ilmini o'rganishdagi tartibni yo'qligi va ilmni chuqur emasligidan kelib chiqadi deb o'ylaymiz. Bu narsa, ya'ni payg'ambarimiz davrlarida mazhab bo'lmagan degan narsa to'g'ri gap, lekin undan noto'g'ri gap iroda qilinyapti degan qoida bor. Kalimatu haqqin urida bihal batil. To'g'ri gap, to'g'ri so'z, lekin bu bilan botil iroda qilinyapti. Ya'ni payg'ambarimizning davrlarida mazhab bo'lmagan, lekin u mazhab bo'lmasligi keyinchalik mazhablar paydo bo'lib mujtahid imomlar ijtihod qilib va ularga odamlarning ergashishligini man qilmaydi. Chunki aslida mazhabdan maqsad nima desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashish. Asli ham mazhab nima? 4 ta mazhabni hammasi ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ilmlarini olib odamlarga taqdim qilgan mujtahidlarning yo'li hisoblanadi, oddiy qilib aytganda. Payg'ambarning o'zi turgan vaqtda kimdir mazhabi bo'lishi mumkin emas. Bu narsa tabiiy jarayon, tarixiy jarayondan kelib chiqqan narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etdilar. Ana sahoba-i kiromlar endi payg'ambarimizdan eshitgan so'zlar bo'yicha amal qilishni boshlashdi. Ba'zi bir o'rinlarda, misol uchun, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir so'z eshitmagan bo'lsalar, ochiq Qur'oni Karimda ochiq kelmagan bo'lsa, bir masalaga dalolat qiluvchi oyat kelmagan bo'lsa, ochiqdan ochiq. Hadisda ham ochiqdan ochiq bir so'z kelmagan bo'lsa, Qur'ondagi, hadis sharifdagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridagi ma'nolardan olishga harakat qilishgan. Mana bu yangi masala chiqib qoldi. Bu haqda ochiq kelmagan ekan, payg'ambarimizdan buyruq yoki taqiq kelmagan ekan, Qur'onda ochiq buyruq yoki taqiq kelmagan ekan, nima qilamiz endi desa, shunga o'xshagan narsa bormikin Qur'onda? Shunga qiyoslasak bo'larmikin, taqqoslasak bo'larmikin? Shu ishning misoli bormikin? Yo qilsa bo'ladi degan yoki qilsa bo'lmaydi degan misoli bormikin degan narsani o'ylab shunga qarab hukm chiqargan. Mana shu narsani nomini ijtihod deydi. Ana sahoba-i kiromlarning ichida ham mujtahid sahobalar shu orqali ijtihodlarni qildilar va u darajaga yetmagan sahobalar va sahobalardan keyingi tobiinlar ularning ijtihodiga yura boshlashdi. O'zim fahmim yetmayapti. Bir masala chiqib qoldi. Abdulloh ibn Mas'ud nima derkan bunga? Abdulloh ibn Abbos nima derkinlar? Zayd ibn Sobit nima derkinlar bunga? Degan masala bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhu fikri qanaqa ekan, payg'ambarimiz yonida yurgan bu narsa eshitganmikan? Eshitgan bo'lsa, uni qabul qilamiz, eshitmagan bo'lsa, fikrini so'raymiz degan masala bilan mana bu narsa yuzaga kela boshladi. Tabiiyki bu o'zi asli Qur'onning ham buyrug'i. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bir narsaga tushunmay qolsangiz, shu narsani mutaxassisdan so'rang degan. Shunga loyiq insonlar, Egasidan so'rang. shuni egasidan, shunga ahil bo'lgan insonlardan so'rang degani bu. So'rashgan sahoba-i kiromlardan. Mana shundan kelib chiqib, ana insonni insonga ergashishlik kelib chiqqan. Inson aslida bandadan talab qilingan narsa Alloh taoloni va uning payg'ambarining so'ziga ergashish. Alloh taoloning kalomi haq, unda hech qanaqa xato yo'q, unga ergashishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'sum zotlar, xato so'z so'zlamaganlar, xato ish qilmaganlar, u kishiga ergashishimiz kerak. Asli o'zimizga o'xshagan insonga ergashishimiz buyurmaydi bizga banda sifatida. Lekin nima uchun biz o'zimizga o'xshagan, Qur'onni ham, hadisni ham egasi bo'lmagan o'zimizga o'xshagan insonga ergashyapmiz desa, odamlarning fahmi har xil bo'ladi. O'shalarni fahmi, tushunchasi Qur'on hadisga ko'proq kuchliroq bo'lgani uchun bizda unday sharoit, u fahm bo'lmagani uchun o'sha odamga ergashamiz. Bu degani hech qachon Imom Azamga zotan o'ziga ergashyapti degani emas. Imom Shofiyga bir so'ziga amal qilayotgan inson Imom Shofiyga ergashyapti. Ya'ni payg'ambarni qo'yib, Qur'onni qo'yib, hadisni qo'yib degani emas, balki Qur'onga, hadisga Imom Abu Hanifani fahmi orqali ergashyapti degani. Qur'onga, hadisga Imom Shofiyni fahmi orqali ergashyapti degani, tushunchasi orqali
ergashyapti degani bo'ladi. Imom Molikka ham shunday.